Assalomu alaykum Munira opa. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Keling, hozir siz bilan ochiqchasiga to'liq ma'lumot olishni xohlayman. Sizdan o'zingiz haqida to'liq ma'lumot berishingizni so'rab qolaman. Harakat qilaman, imkoniyatim boricha to'liq javob berib borishga. Ism-sharifingiz, yoshingiz. Hammani qiziqtiradigan narsa yoshingiz. Ismim Munira, familiyam Irmatova. Qizli familiyam Sobirova bo'lgan. Bu turmush o'rtog'im familiyasidaman va hozirgi paytda 46 yoshdaman. 46 yosh. Bitta qizim, bitta o'g'lim bor. Qizimni turmushga berganman, o'g'limni uylantirganmiz. Hozirgi paytda bitta navaram, yaqin kunlarda Xudo xolasa navaralarim soni ko'payadi. Katta farzandingiz nechinchi yilda? 24 yoshda. O'xshamaysiz. Rahmat. Nabirasi bor, kelin olgan. O'xshamaysiz, juda ham yosh ko'rinar ekansiz. Rahmat. Keyin yana juda ham ko'plarni qiziqtiradigan savolim. Ko'zlaringizga linza qo'yib berasizmi yo o'zi shunaqa? Yo'q, ko'zim o'zi tabiiy shunaqa. Ko'zimga linza qo'ymayman. Ko'zimni kayfiyatimga qarab rangi o'zgarib turadi. Shuning uchun ko'pchilik linzasini almashtiradi polishada. Aslida linza taqmayman va o'zimni kayfiyatimga qarab, shunga va kiyimlarimga qarab ko'zim rangi o'zgarib turadi. Menimcha ko'p odamlarda bunaqa emas. Nimaga aynan sizda unaqa va nima bu genda bormi bunaqa narsa? Menda onamlarda, keyin onamning ota-onalarida ko'zi ko'kli bo'lgan. Umuman aytamanki, bu yaratgan tomonidan menga berilgan inom deb bilaman. Zo'r, juda ham chiroyli, o'ziga yarashadi. Rahmat. Va bunaqa yosh ko'rinishingiz sababi nimada? Juda ham yosh ko'rinasiz, boya aytgandek. Yosh ko'rinishi sababi aslida inson zotida, men har doim aytaman, birinchi o'rinda odam ichki holatini to'g'irlash kerak. Agar kimgadir nisbatan qalbingizda g'arazgo'ylik, nafrat bo'ladigan bo'lsa, insonning qalbidagi qorong'ilik bu yuziga baribir chiqadi. Birinchi sabablardan bittasi shu birovga nisbatan nafrat bo'lishi kerak emas va birovni g'iybat qilmaslik aslida. G'iybat qilmaslik bu juda ham qiyin, ayniqsa ayollarda, lekin maksimal harakat qilish kerak g'iybat qilmaslikka va birovni hayotini tahlil qilmaslikda. Undan keyingisi qilish kerak bo'lgan ish sport bilan shug'ullanish va shu bilan bir qatorda bilim olish. Chunki inson qancha ko'p kitob o'qisa, o'zini ichki holatini tuzatib boradi. Shuning uchun men har doim kelgan insonlarga aytaman, kitob o'qishga harakat qilinglar deyman. Chunki kitobdan juda ko'p ma'no olsa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda har doim o'zini yaxshi ko'ra bilish kerak. Yaxshi ko'ra bilish kerak degani bu hammani bir chekkaga surib qo'yib, faqat men yashashim kerak degani emas. O'zini yaxshi ko'rish, hamma yaxshi narsalarni o'ziga ravo ko'rish. Farzandlaringiz ham, turmush o'rtog'ingiz ham shunaqa yosh ko'rinadilar? Farzandlarim ham yosh ko'rinishadi. Endi baribir hamma bizda genimizda shunaqa narsa bor. Turmush o'rtog'im taraflaridan ular ozgina go'dali hisoblanishadi. Shuning uchun turmush o'rtog'im va o'g'lim go'dali, lekin qizim o'ziga yoshiga nisbatan yosh ko'rinadi u ham. Sizni ko'pchilik psixolog deb biladi va bundan tashqari nimadir bizneslaringiz bormi yo faqat shu oila psixologi yo'nalishidamisiz? Yo'q, men o'zi asl teginda 20 yillik shifokor bilan hisoblanaman. Men o'zim shifoxonada bir bo'limni, laboratoriya bo'limini boshlig'i sifatida faoliyat yuritib kelaman 20 yildan beri. Shu bilan o'zimni qiziqishlarim sababli ikkinchi mutaxassislikka o'qiganman. Bu psixologiya yo'nalishi bo'yicha 9 yil faoliyatimda oila va bolalar psixologiyasi yo'nalishi bo'yicha ishlab kelaman. Chunki oilada faqat ayol yoki erkak yoki farzand emasda, chunki bularning hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Shuning uchun men oila va bolalar bilan birga ishlab kelaman 9 yil davomida va har doim harakat qilaman o'zim ustimda ko'proq ishlashga, ko'proq bilim olishga, ko'proq qanaqadir kurslarda qatnashib, men asosan rossiyskiy yo'nalish bo'yicha shu domlalarni, shu ustozlarni kitobini o'qib va Moskvadan kelgan, boshqa chet eldan kelgan ustozlar seminariga qatnashib, ko'proq bilim olishga harakat qilaman va o'zim ustimda doim ishlayman. Agarda sizda tanlov bo'lsa, yo shifokorlik, bo'ldi, psixologiya emas, faqat shifokorlik bo'yicha ket, yoki faqat shu psixologiya desa, to'g'ri bir-biriga chambarchas bog'liq bular, baribir psixologiya, shifokorlik bir-biriga bog'liq. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men bu ikkala kasbimni ham juda ham yaxshi ko'raman va yaxshi ko'rib ishlayman.
Ona kasbim shifokorlik bo'lgani uchun men ona kasbimni tanlaganman. Bu psixologiyaga kirib kelishim o'zi aslida o'zim ichki dunyoyimni o'zgartirish uchun psixologiyaga kirib kelganman va bu kasbga mehr qo'yib hozirgi kunda faoliyatimni davom ettiryapman. Ikkala kasbni ham ajrata olmayman bir-biridan, chunki ikkala kasbimni ham yaxshi ko'raman. Va aslida psixosomatika degan narsa bor, odam ichki tuyg'ulari, his tuyg'ulari, chunki odamda joni orishi qalbini oriydi. Doim inson lecheniya oladi, lekin tuzalmaydi. U baribir odamda psixosomatika degan narsa bor. Shuning uchun ham ikkita kasbimni menimcha bir-biridan ajrata olmayman, chunki ikkalasini ham yaxshi ko'raman. Ko'pchilik sizni psixolog deb biladi va bundan tashqari hozir aytib o'tganingizdek, demak, ona kasbingiz shifokorlik. Shunda onalaringiz ham shifokor bo'lganlar, to'g'rimi? Otam, onam oliy ma'lumotli, uyda bizda qaynonamlar ham, qaynotamlar ham oliy ma'lumotli bo'lishgan. Bizning farzandlarim ham ikkalasi ham universitetlarni bitirishgan. Bizda hammasi ziyoli oila bo'lgani uchun men ona kasbimni tanlaganman. Oilangizda yana psixologlar bormi? Yo'q, psixologlar yo'q, lekin shifokorlarimiz ko'p. Ha, shifokorlar. Da. Keling, hozir bizda savol kelgan, aynan siz uchun. Oilada muhabbatni kuchaytirish uchun nimalar qilish kerak? Oilada muhabbatni kuchaytirish uchun umuman olganda inson yonidagi insonini qadrlashni bilish kerak aslida. Men har doim sevaman va sevib qiynalib olmaydigan savollarni berishadi. Men aytaman, sevgi o'zi aslida nimaligini biz tushunib olishimiz kerak. Sevgini men har doim yaratganga bog'laylik deyman. Sababi nimaga? Biz qancha Allohga intilgan sarimiz, shunchalik bizning qalbimiz ochilib boradi va qalbimizda boshqalarga nisbatan yomonlik yo'q va boshqalardan hech narsa kutmaymiz. Bizani ko'proq qiynaydigan narsa kutuv aslida. Biz bandadan, shu o'zimizga o'xshagan insonlardan ko'proq narsa kutayotganligimiz sababli biz shu narsadan qiynalib qolamiz. Sevgi o'zi shunaqa, men tushuntiramanki, bu eforiya. Baribir o'sha paytda sevgan odam hech qanaqa aybi, o'zini har qanaqa holatida ham hamma narsadan kechib yaxshi ko'rishni biladi va u insonga yaqinlashgan sari u insonning xarakterini, uni xatolarini ko'rgan sari inson bir-biridan sovib, qattiq og'rib qoladi. Lekin aslida oiladagi muhabbat deganda men aytamanki, er xotin bir-birini tushunishi. Inson agar bir-birini eshita bilishsagina, unda bir-birini tushunishni boshlashadi va doim bir-biriga talpinib yashaydi. Agar odam o'zining turmush o'rtog'idan, ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin, doim bu insondan ayb qidiradigan bo'lsa, hech qachon mehri ham, muhabbati ham o'smaydi. Demak, muhabbatni kuchaytirish, bir-birini kaliti bu tushunish. Bir-birini borligini his qilish va bir-birini eshita bilishdi. Eshitgan agar inson bir-birini eshita bilsagina, ana o'shandagina bir-birini tushunadi. Eshitmagan odam tushunmaydi baribir. Ikkita taraflama tushunmovchilik juda ham ko'p bo'ladi. Baxtli oila qurishning 3 ta qoidasi. Fikringiz? Baxtli oilani birinchidan men har doim aytaman, men o'zi ishim ko'proq yosh kelinlar bilan, chunki ajrim holati hozir juda ko'pi yosh oilalardan kelib chiqyapti. Birinchi o'rinda qiz bola turmush qurganda bu erimmi uyi, erimmi ota-onasi yoki erimmi aka-ukalar emasda, bu meni oilam, bu meni ota-onam, bu meni uyim degan narsani tushunsagina, ana o'shanda baxt kalitini asosiysi negizi mana shunda bo'ladi. Agar kelayotganda, chunki nimaga men qaynonamni uyini tozalashim kerak degan narsani ko'pincha berishadi. Aslida u uy qaynonamning uyi emas, bu meni uyim deb kesagina, uyi bu meni uyim deb oilaga mehr qo'ya olsagina, ana o'sha kelin baxtli bo'lib yashaydi. Bu bilasizmi, 3 ta qoida deb aytsak, bu juda qisqa muddat bo'lib qoladi-da. Shuning uchun umumiy qilib olganda, bu oila a'zolar meni oila a'zolarim, bu xonadon meni xonadonim deb qabul qilgani, ana o'sha qiz eng baxtli qiz hayotda bo'ladi. Demak, o'ziga nimani ravo ko'rsa, o'sha tushayotgan uyga ham shu narsani ravo ko'rish kerak. Albatta. Oilada qandaydir qoidalar bo'lishi kerak, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, bu bilasizmi, oilada qoidalar bo'lish bo'lmasligi, bu xohlasak, xohlamasak, men har doim aytaman, har bir oilaning o'zining konstitutsiyasi bor. Chunki qaysidir oilada ayol kishi ona ko'zir hisoblanadi, qaysidir oilada erkak kishi ko'zir hisoblanadi. Agar meni o'zimdan so'ralganda, men har doim erkak kishi ko'zir bo'lishini xohlagan bo'lardim. Chunki erkak kishini gapini gap deb qabul qilsagina, erkak kishini gapi oxiriga gapirilgan gap, yakuniy gap bo'lsagina, ana o'sha oilada tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Shuning uchun masalan, bugun
masalliq mana shunaqa oddiy tushuntiramanki, masalliq oshi masallig'i hammani xonadonida bir xil. O'sha piyoz, o'sha go'sht, o'sha sabzi, o'sha yog'. Lekin uni chiqishi hammada har xil. Sababi texnikasi har xil qo'riladi. Oddiygina yana aytaman, oddiy misol moshxo'rda ovqatini aytaman. Bitta mosh, bitta guruch bilan pishadigan ovqat o'zimda aslida, lekin har bir xonadonda har xil qaynaydi. Chunki har bir narsani o'zini texnikasi bor. Shuning uchun ham har bir oilani o'zini yaratgan konstitutsiyasi bor. Sizni fikringiz nima deb o'ylaysiz? Oilada mana biz stol deydigan bo'lsak, shu stolni ayol kishi ursa, u qanaqa oila deb o'ylaysiz? Erkak kishi emas, ayol kishi ursa, oxirgi gapda. Men bu narsaga juda ham qarshiman. Chunki alhamdulillah bizning oilada qaynatamlar rahmatli juda zo'r inson bo'lganlar. Ulardan juda ko'p narsa o'rganganman. Даже psixologiyani o'sha paytda men hali o'qimasimdan turib menga juda ko'p narsani tushuntirib berganlar. Men shu insonni kelini bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Bundan tashqari bizda qaynatam qattiq qo'l edilar. Hozir payt turmush o'rtog'im va shu bilan bir qatorda o'g'lim ham eng kichkina farzand bo'lishiga qaramasdan, u ham oilaning erkagi bo'lgani uchun uni ham gapi qonun. Endi nimaga unaqa deyotganim, ayol kishi ko'zir bo'lgan oilada ko'proq janjal. Chunki oldimga kelgan oilalarni har doim gaplashganda eshitganim, oilada ko'zir bo'lgan ayol. Chunki ayol kishini miyasidan ko'ra tili tezroq ishlaydi. Chunki ayol kishi emotsiyalar bilan yashaydi. Emotsiya bilan yashaganligi uchun oxirini o'ylamasdan turib juda tez qaror chiqaradi. Erkak kishi oldin juda ko'p o'ylaydi, emotsiyalarga berilmaydi. U emotsiyasi eng oxirgi darajada. Ayol kishiniki birinchi o'rinda tursa, erkak kishiniki eng oxirida turadi. Ana o'shaning uchun erkak kishi oldin miyasini ishlatadi, fikrini tahlil qiladi. Ana o'shadan keyin gapni nimadaligini tushunib yetgandan keyin u qarorni aytadi. Ana shu oilada tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Lekin shunaqa erkaklar ham bor, hattoki o'zimizni yor ko'rsatuvga ham chiqdi. O'rganib qolganman deb ursalar yoki uy bekasiman deb xato gapirib, mana shunaqa. Ular shunga o'rganib qolganmi, nima bo'lgan? Bu achinarli holat. Sababi nimaga? Ular shunaqa muhitda katta bo'lishgan. Ularning otasi shunaqa bo'lgan. Ularning dodasi shunaqa bo'lgan. Chunki biz aytamiz, ota-onaning xatosi uchun farzand javob bermaydi, lekin qush uyasida ko'rganini qiladi. Men har doim aytaman, olma daraxtiga olma tushadi. To'g'ri. Keyingi savolim, er va xotin o'rtasidagi munosabatlarni qanday mustahkamlash mumkin? Agarda ular tortishmovchiliklar juda ham ko'p bo'lib tursa, janjallar ko'p bo'lsa. Bizda shunaqa narsa borki, er xotin urushi do'kro'moli qurishida. Er xotin bizda nimaga janjal kattarog'iga aylanib ketadi? Ayrim bir holatlarda, har doim emas, ayrim bir holatlarda qo'shimcha uchinchi shaxslarning aralashishi bo'ladi. Chunki er xotin urushgan paytida uni joyida to'xtatib, masalan, o'zi keyinchalik yarashib ketadi, lekin ularning orasiga qo'shilgan uchinchi shaxslarning evaziga bu urush janjal kattaga aylanib ketib qoladi-da. Masalan, er xotin urushgandan keyin bo'ladiki, er xotin o'zi bir pas esdan chiqaradi, yashab ketadi, lekin qanaqadir uni katta opasi yoki kelini yoki kuyovni katta opasi yoki onasi kimdir nimaga menga bu gapni gapirib qo'ydi, nimaga mendan kechirim so'ramadi yoki nimaga meni oldimda bunaqa munosabat bildiryapti degan savollarning evaziga bu urushlar juda ham kattalashib ketadi va uzoq davom etadi. Shuning uchun er xotinni urushayotganda, o'zi aslida urushayotganda aralashmagani yaxshi. Lekin bir xil holatlarda bo'ladi, kattalarning aralashi albatta kerak bo'ladi. Chunki yoshlar bugungi kun bilan yashayapti, hozirgi paytda kelajakka o'ylashmayapti. Kattalar o'sha o'zini hurmat qilgan oiladagi kelajakni ko'ra bila olgan odamlar aralashib, ularni to'g'ri yo'lga solib berish kerak bo'ladi. Lekin shunaqa oilalar borki, qaynana, endi bu global muammo bo'lishi mumkin qizlar uchun, lekin bu odatiy savol. Qaynanam o'rtamizga tushyapti deyshadi, qaynanasini yoqtirishmaydi, lekin haqiqatan hozir siz aytganingizdek, uchinchi odam qaynana bo'lib qoladi ko'p hollarda. Bu to'g'rimi aralashishlari yokida? Yo'q, bilasizmi, masalan, men o'zim ham qaynanaman. Men kelinim bilan oramizda bizda hali bunaqa holat bo'lmadi, alhamdulillah. Bunaqa holatlarda agar kelinim nimadir xato qiladigan bo'lsa, men yonimga olib, bolam, sizni bu ishlaringizda mana bunaqa xatolik ketyapti. Mana shu ishni to'g'ri qila olsangizgina, siz shu to'g'ri yo'lda bo'lasiz degan fikrni tushuntiraman. Men o'g'limga aytib, o'g'lim bilan er xotin urushtirishim bu o'sha men tarafdan qilingan xato hisoblanadi.
ko'pincha bizada qaynona o'zi farzandini sifatida kelinini yoniga olib to'g'ri yo'l ko'rsatsa urush janjal bo'lmaydi. Bizada aslida o'g'liga gapiriladi, o'g'lini gijgijlaydi. Shu orada chunki o'g'il ham onadan eshitganini ayoli gapiradi. Ayol kishi ham o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Shuni orasida juda katta janjalga kelishib chiqadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, qaynona bilan kelinning orasida tushunmovchilik bo'lsa o'tirib ona boladek o'lchab olish kerak bo'ladi. Er xotin orasida bo'layotgan janjallarda er xotin o'zi o'tirib eshitib olish kerak bo'ladi. Men har doim aytaman, har qanaqa janjalda ham birinchi o'tirib inson bir-biri bilan o'tirib, bir-birini eshitsagina, bir-birini tushunsagina o'sha janjalga yakun yasaladi. Agar inson o'tirib bir-birini eshitmas ekan, bu janjal uzoq davom etadi va ajrimlargacha yetib keladi. Keyingi savolim, oiladagi muhabbat vaqt o'tishi bilan yo'qolishi mumkinmi? Ko'nikmaga aylanadi. Nimaga? Chunki oilada shunaqa narsa bo'ladiki, har qanaqa oila bo'lishidan qat'iy nazar, idealniy oila bo'lishidan qat'iy nazar yillar davomida baribir suv loyiqalanadi deyilgandagi er xotinning orasida, qaynakilning orasida bab tushunmovchiliklar bo'ladi. O'sha tushunmovchilikning orasida bizni nimadir ilinjda, nimadir xohishlar bilan asoslangan holatda yaxshi ko'rgan odamimizga nisbatan nafrat uyg'onib qoladi. Shuning uchun oxiri sekin-sekin borib bu ko'nikmaga aylanadi. Sevgi bilan muhabbatni farqini bilib olishimiz kerak-da. Sevgi bu juda qisqa davrda yakun topadigan narsa, his-tuyg'u. Muhabbat bo'ladigan bo'lsa, bu muhabbat haqiqatdan ham necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar u insonni qadrlaydi. Qadrlashda bu juda katta narsaga erishsa bo'ladi va juda ko'p muammolarga ham yechim topsa bo'ladi. Oiladagi janjallarga ko'proq kim tomonidan keladi? Oiladagi janjallar kim tomonidan chiqadi deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda qaynonalar juda yosh qaynona ko'rinishyapti. Ular ham yoshligiga borib qo'yishyapti, ayrim bir qaynonalar. Qizlarimiz ham hozirgi paytda juda ko'p janjal kelishining sababi o'zini hayotini internet faoliyatiga qo'yib boryapti. Bu juda ham achinarli holat, chunki men oddiy misolda tushuntirib beraman sizga. Siz bitta qishloqqa bordingiz, shaharda o'rtachadan yaxshi holatda yashaysiz, lekin qishloqqa borganingizda siz juda boy odamga aylanasiz bo'ldi. Endi qishloq ahlida shunaqa narsaki, uyi yo'q, uyi bor hammasini, devori yo'q, darvozasi yo'q, hamma bemalol yashaydigan xonadon. Lekin siz bordingiz, bugun hovlingizga darvoza qo'ydingiz va uyingizni har kimnikidan ko'ra balandroq ko'tardingiz. Ularga begina bo'lgan narsani siz ularga ko'rsatib beryapsizmi? Qarabsizki, kimnidir ayol boshlaydi. Mana darvoza qo'ysa bo'lar ekan, bizga ham darvoza qo'yib bering. Yoki kimnidir ota-onasi aytadiki, mana buni uyi issiq ekan, bizning uyimiz issiq emas. Yoki kimnidir qizi keladi, qo'shnining pardasi bor ekan, mana uyimda parda yo'q, parda qo'yib bering deb. Ularga begina, shu qishloq ahliga begina bo'lgan narsani bugun siz ko'rsatib beryapsiz. Lekin bu narsa shaharda oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin qishloqda bu narsa juda katta wow degan narsagacha olib keladi. Mana shuning uchun mana shu narsaning oqibatida u xonadonlarda shu paytgacha tinch saqlanayotgan xonadonda janjal chiqishi boshlanadi. Xuddi shunga o'xshab kelinlar o'zini bugungi hayotini kimnidir hayotiga solishtiradi. Bilingki, haqiqatdan ham o'ziga to'q inson, haqiqatdan ham hamma narsasi bor inson hech narsasini chiqib reklama qilmaydi. Kecha hech narsasi yo'q, bugun bir nimasidir bor inson chiqib har kun reklama qo'yyaptimi, o'zini shu internet faoliyatida odamlarga ko'rsatyaptimi, u odamlarga negativni, yomon holatga olib kiryapti. Kimgadir u achinarli, chunki har qanaqa inson ham, har qanaqa ayol ham turmush o'rtog'ini daromadiga qarab, turmush o'rtog'ini topayotgan puliga qarab turib, uni qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin turmush o'rtog'ida yo'q narsani bugun qizlar kerakligidan ko'p talab qilib borishyapti. Lekin agar erkak kishini motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab, har qanaqa sharoitda ham u insonni qo'llab-quvvatlasagina, u erkak kishida o'sish bo'ladi. Lekin hadeb erkak kishi nafsoniyatiga tegib, yerga urilsa, u erkak kishi har doim orqaga suriladi. Tasavvur qiling, bir yosh qiz va bir yosh yigit. Ular bir-birini yaxshi ko'rishadi, lekin yigit sal sharoiti zo'r emas, oddiyroq holatda hozir, lekin uylanmoqchi, shu qizni yaxshi ko'radi, lekin u qiz har doim "Yo, menga mana bunaqa narsa qilib bering, mana bunaqa narsa qilib bering" deb talab qilishni biladi, lekin yigit sevadi. Shu holatga qanday qaraysiz? U yigit bo'ldi, bu qiz noto'g'ri tanlov ekanligini bilib ketish kerakmi, lekin sevadi. Bu sevgi vaqtinchalik narsa-da. Hozir siz aytgan gapingizga aytyapman.
boriga shukur qilishni bilish kerak baribir deyapsiz. Agar qiz haqiqatan ham sevsa, bolani yo'qchiligiga ko'nib yashaydi. Agar bolani o'zi faqat sevsagina, qizdan hech qanaqa unga nisbatan javob bo'lmasa, bu oilada uzoq payt baxt hayot kechirilmaydi. Chunki qiz ko'nika olmaydi baribir. Lekin hozir bizda ko'pchilik ayollar qizli talabchan. Talabchanligiga men qarshi emasman. Talab qilgani yaxshi. Chunki nimaga? Talab qilsagina erkak kishi harakat qiladi shu narsaga. Yo'q, shuningga boringga ko'nikib yashab ketiraman desam, erkak kishilar bo'ldi, mana shu bitta liniyaga tushib olib ketaveradi-da. No, ayol kishining talabiga nisbatan erkak kishi harakat qiladi. Lekin har bir narsa yaratgan tomonidan beriladigan rizqda, aslida inson bugungi kunda har qanaqa holatiga shukrini ko'paytirsa, ana o'shandagina o'zi baraka kelayotganini biladi-da. Biz nolishimiz oqibatida, doim negativ gaplar gapirishimiz oqibatida kimgadir qilayotgan hasadning orqasidan keladigan bizani barakamizni to'sib qo'yamiz. Shuning uchun men har doim aytaman, birovni g'iybat qilmaylar, birovga nisbatan hasad qilmaylar deyman. Agar siz turmush o'rtog'ingiz bugun haqiqatan ham boy bo'lishini xohlasangiz, birovni g'iybat qilmang, birovga hasad qilmang va turmush o'rtog'ingizni qo'llab-quvvatlang. Ana o'shanda haqiqatan ham u yigit boy yigitga aylanadi. Baxt bo'ladi. Baxt ham shuni bo'ladi. Xiyonat qilishiga nima sabab bo'ladi? Xiyonat qilishiga baqlab aytish shunaqa narsaki, haqiqatan ham fiziologik holati. Erkak kishida juda ham ko'p energiya ko'p sarflash kerak. U erkak kishi sport zalga kuchini ishlatmagandan keyin, fizik nagruzkasini ko'paytirmagandan keyin u o'zini tanasini shunaqa holatgacha olib keladi. Chunki tana ko'proq harakatga kirishini so'rayapti. Ayol kishida charchash tezroq bo'ladi, chunki u ko'chadagi ishidan ko'ra uydagi ishlari ham ko'proq bo'ladi. Da, shuni hisobidan bo'ladi, ikkinchisi mehr ko'rmagandan bo'ladi. Chunki erkak kishi ishlab pul topib kelsa, u kishi har doim ham uyga kelganda yoyilgan, palapartish xonadon bo'lsa, ayol kishi o'ziga qaramagan bo'lsa, doim negativ bilan kutib olsa, doim erkak kishiga nisbatan yomon gaplar gapirsa, hurmat qilmasa, topgan daromadini yuziga chiqarib ko'rsatib bera olmasagina, u erkak kishi albatta ko'chadan keyin o'ziga mehribon inson qidirishni boshlaydi. Shunday erkaklar ham uchraydimi? Ayoli har tomonlama idealli, ishi, uyi, joyi, farzandlariga zo'r qaraydi, erining ko'nglini zo'r olib qo'yadi, oilani zo'r eplaydigan ayolga ham xiyonat qilish mumkinmi? Qilishadi. Erkaklar bormi demoqchiman? Bor, qilishadi. Sababi u inson o'zini tan olinishini xohlaydi. Boshqa ayollar tomonidan tan olinishini xohlaydi. Chunki agar bu boshqa ayollarga borganda, "Voy, siz zo'rsiz" degan motivatsiyani ko'ryaptimi? Demak, u ayolga bu ayolga ham kerakman degan o'zini tan olinishi yotibdi tegida. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab aytgandaki, fizik nagruzkasi juda ham uni energiyasi ko'p va uni sarflash kerak. Bu sabablar ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Nega erkaklar o'z ayoldan tashqi ko'chadagi, ya'ni boshqa ayollar bilan yurishadi? O'z ayoli turib, boshqa ayollar bilan yurishadi. Unda hammada har xil sabab bo'ladi. Ayrim paytda bo'ladiki, u erkak kishi romantik o'zi aslida xarakter bo'yicha, lekin uni romantika qilishiga uydagi sharoit ruxsat berilmaydi. U romantikani qilish xohlagandan keyin, uyda bu romantikani chiqarib bera olmagandan keyin, u ko'chadan boshqa romantika qidirishni boshlaydi. Bizda shunaqangi narsa borki, o'zbekchilik uyat bo'ladi. Shu o'zbekchilik uyat bo'ladi degan gap so'zlarni deb yosh kelin, yosh kuyovlar misol uchun 40 kunlik chilla deymiz. Bu ham o'zbekona so'z. O'sha vaqtda bular mazza qilib, erkin, yaxshi bir xotiralar bilan yashashga qiynalishadi. Nima deb o'ylaysiz, shu o'zbekchilik degan narsa bilan to'g'ri ketish kerakmi yo hamma sharoitni tushuntirib, uydagilar bilan mazza qilib, o'sha baxtli onlarni yaxshi baxtli o'tkazishlari kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, 40 kun chilla deb agar shu er-xotin yolg'iz o'zini qo'yib qo'ysangiz, ular bir-biridan tez charchab qolish ehtimoli ham bo'ladi. Chunki zerikarli holatga o'tib qoladi. Chunki bu narsa 3 kun, 5 kun, 7 kun davom etishi mumkin-da. Eforiyada mazza qilib yashashdi. Undan keyin bu narsadan o'sha zerikishni boshlashadi-da. Keyin o'sha bu narsani totliligini, bu narsani lazzatligini his qilmay qo'yishadi. Shuning uchun har bir narsani o'rtasi qiziqda baribir. Men aytaman, qaynona bilan kelinning orasidagi munosabatda, er xotinning orasidagi munosabatda,
opa ukalarning orasidagi munosabatda har bir narsani o'rtasini eng shirin joyini ushlab turish bu oiladagi eng baxtli yashash yo'llaridan bittasi bo'ladi. Bu degani shart emas, hozirgi paytda menimcha kelinlar biza davrdagi ertalab soat 5 dan turib supurishlar yo'q. Unaqa endi ayrim bir xonadonlarda bordir, lekin deyarli hozirgi paytda unaqa narsani ko'rayotganim yo'q. Masalan, ertalabdan kechgacha qo'lda kir yuvib, butun oilasidan, bolasidan, turmush o'rtog'idan kechadigan darajada emas hozirgi paytda. Hamma sharoit bor, faqatgina xohish bo'lishi kerak hamma narsaga. Agar xohishingiz bo'la turib, hamma narsani to'g'ri rejalashtirsangiz, albatta hamma narsaga erishsa bo'ladi. Erkak kishi g'ururiga tegadigan qaysi gaplarni aytmaslik kerak? Men bu gapni juda ko'p gapirganman. Sangi erga deb nima ko'rdim va san ham erkakmidin degan gap bu eng og'ir gap. Afsuski bu gapni qanchalik darajada dahshatli yomonligini hozirgi paytda qizlarimiz bilganda edi, bu gaplar gapirilmasdi. Oxirgi paytda ayollar tomonidan juda ham ko'p bu gaplar eshitilyapti. Chunki men oila psixologi bo'lganimcha, men baribir turmush o'rtog'i erkakmi, ayolmi baribir ishlayman. Haqiqatan ham erkaklarning xafa bo'layotgan gapi shunda. Erkak kishi topayotgan puli yoki bilagidagi kuchiga qarab erkak emasligi aniqlanmaydi-da. U oilami, oilani shu eng kattasi erkagimi, shohimi, u erkakni har qanaqa holatda ham u oilani, mana bu oilamni shohi, poshosi deb qabul qildimi, bu gaplar gapirilmaydi va hurmat qilinadi. Ideal turmush o'rtog'ini qanday tanlash mumkin? Ideal turmush o'rtoq bo'lmaydi. Chunki ideal insonning o'zi bo'lmaydi. Agar ideal inson bo'lsa, unda biz farishtaga aylanib qolardik. Shuncha ideal inson o'zi bo'lmaydi va biz har doim kimnidir o'zgartirish bilan yashaymiz-da. O'zimizni idealimizni yaratmoqchi bo'lamiz. Shuni oqibatida er-xotinlarning orasida kelishmovchilik bo'ladi. O insonni boricha qabul qilsangiz, o inson shundoq ham o'z idealingizga aylanadi. Boricha qabul qilsa, haqiqatan chindan bir-biriga muhabbat qo'ygan bo'lsa, deb ko'rishganmiz. Shunaqa. Keyingi savolim, yigit o'zi xohlagan qizga uylanishi kerakmi yoki uydagilar topganga? Agar haqiqatan ham topgan qizi o'zini oila mentalitetiga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'ylangani yaxshi, bir-birini tushunadi. Lekin agar ota-ona shu narsani bilib turib, lekin yaxshi ko'rgan qizi borligini bilib turib, bir xil paytda bo'ladiki, yo'q, men bu qizni olib beraman desa, ota-onaning tanlovi yaxshi deb o'ylayman. Chunki ota-ona hech qachon farzandlariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Lekin hozir ba'zi bir yigitlar aytadi, yo'q, oyi, dada, siz bilmaysiz, siz ko'chada ko'rmagansiz bu qizni deydi, boshqa deydi. Baribir o'zlarining tanlovini qo'llab-quvvatlashadi. Shunaqa vaziyatda nima qilish kerak deb o'ylaysiz yigitlar? Masalan, meni o'g'lim o'zini yaxshi ko'rgan qizini men olib berdim. O'zini yaxshi ko'rgan qizni olib berdim. Men o'zimni balkim psixologligimga tortibman. Men bu qizni keraklicha o'zimni tarbiyamni bera olaman degan narsada, chunki o'g'lim bilan kelinim orasidagi munosabatda o'g'lim shu bizning oilaviy sharoitda tushuntirib berilgan va kelinim shu narsani ko'nikib bilib turmush, chunki bizning oilamizda juda katta dargoh hisoblanadi. O'shaning uchun baribir ota-ona tanlagan qiz hech qachon yomon bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki nasl nasabini so'ragan, surishtirgan holatida ota-ona baribir tanlovini qiladi. Shuning uchun o'zi aslida ota-ona tanlagan qizmi yoki o'zi tanlagan qizmi, asosiysi baxtli bo'lishini his qilishida. Nima deb o'ylaysiz? O'sha qiz yoqishi, ya'ni yigitga ham yoqish kerak, ota-onasiga ham yoqish kerak. Hamma oiladagi hamma a'zolarga yoqish kerak deb o'ylaysizmi yo faqat shu eriga yoqsa bo'ldi deb fikrlaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Birinchidan hammaga yoqa olmaysiz. Xohlagan taqdiringizda ham, harakat qilgan taqdiringizda ham hammaga birdek yoqa olmaysiz. Siz aslida men kelinlarga aytaman, ko'pincha kelinlarimizni rol o'ynashadi-da. Ichki holati boshqacha, tashqariga boshqacha chiqishadi-da. Asosiy agar kelinlar haqiqatan ham samimiy bo'ladigan bo'lsa, u samimiyligi orqali hammaning qalbiga kirib boradi. Insonlar hozirgi paytda afsuski samimiylikni yo'qotib qo'yapti. Bu achinarli holat. Qiz bolaga farosat kerak deb hisoblaysizmi? Albatta, chunki farosatli bo'lsa, qiz bolami, u kelinmi, ahamiyati yo'q. Umuman inson zotida. Mana qaynotamdan rahmatli gaplar bo'lardi. Qiz bola ish qilishi bilmaslik bu qo'rqinchli emas, lekin farosatsiz bo'lsa bu juda qo'rqinchli derdilar-da.
bir xil xonadonda bor qizlar haqiqatdan ham farosatli bo'ladi. Ona tomonidan opa singillari ko'p bo'lgan qizlar, bir xil qizlar ish qilmaydi yoki kenaylari ko'p bo'ladi. Kenaylari ko'pligini evaziga ish qilmaydi, lekin fahm farosati borligi uchun shu kichkinaligidan ko'rib kelgan narsani o'zi vaqt soati kelganda qo'llashni biladi. Shuning uchun qiz bolani albatta farosati bor qilib tarbiyalasa, bir xil paytda qizlar shunday turgan joyda ko'zi bilan qarab turib ko'p narsani eplab ketadi. Bir xillar bor tepasida 10 ta ish berib 10 ta odam qo'yib o'qitmaysizmi, qilishni bilmaydi. Bu holatimiz achinarli. Shunaqangi ayyor qizlar, ayyor kelinlar bor. Ular haqida fikringiz qanaqa? Ular shu ayyorligi bilan qayergacha boradi? Uzoqqa bormaydi. Shuning uchun ham aytaman, samimiy bo'linglar deyman. Chunki ayyorligingiz boshida zo'r ishlashi mumkindir, lekin oxir oqibatda odamlar baribir buni tushunib yetadi-da. Siz ayyorlik bilan o'zingizni aldashingiz mumkin, atrof muhitda emas. Atrof muhitda sizdan ko'ra aqlliroq odamlar borligini baribir tushunib yetasiz. Keyin biz xalqimizda shunaqa bir gap bor, qaynona kelinni tuprog'ini bir joydan oladi deyishgan. Shu gapga qanaqa qaraysiz? Haqiqatmi shu? Agar qaynona kelinni o'zi aslida ko'pincha yigitlar onasiga o'xshagan qizni qidirib topishga harakat qiladi. Qaynona kelinni tuproq bir joydan olinsin deb duo qilinishi bor narsa, chunki aslida qaynona kelinni yaxshi ko'rsa, ayrim bir ayblari ko'zga ko'rinmaydi. O'sha yerda ko'z yumib ketadi. Agar ikkalasining tuprog'i bir joydan olinmaydimi, 30 yil birga yashasa ham kelinni ayb qidirishadi. Shuning uchun o'ylaymanki, haqiqatan ham qaynona kelin tuprog'i bir joydan chiqqani yaxshi, chunki qatladadir qaynona ko'z yumishi biladi o'sha paytda. Keyingi savolim. Yoshlarga turmush qurishidan oldin beriladigan 3 ta maslahat. Yolg'on gapirmaslik. Birinchi o'rinda. Chunki ko'pincha yoshlar yolg'on gapiradi-da. Yolg'on gapirganni yana shu gap, yolg'onni bir marta gapirdingiz, birinchi yolg'oningizni yopishingiz uchun ikkinchi yolg'on to'qishga kerak. Ikkinchi yolg'on yopish uchun uchinchi yolg'onni to'qasizda, qattiqdir o'zingiz adashib qolasiz. Shuning uchun hayotingizda bor narsani to'g'risini aytganingiz yaxshi. Chunki yolg'on bu oilaning ertaga buzilishiga ham olib keladi. Ikkinchisi, inson bir-birini eshitib bilishida. Agar inson bir-birini eshitib bilsagina, ana o'shanda inson bir-birini qadrlashni boshlaydi. Va qizlar ham, yigitlar ham turmush qurgandan keyin bizda ko'pincha yoshlarning hozirgi paytda qilayotgan xatosi boshqalarning oldida turmush o'rtog'ini yerga urib qo'yishdi. Yigitlarimiz ayolini yerga urib qo'yadi. Ayolli o'sha yosh kelinlarimiz turmush o'rtog'ini boshqalarning oldida jerkib, siltalab gapiradi. Mana shu xatosi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor qilsa, kamroq janjal. Chunki tashqaridan ko'rilayotganda bu er xotini bir-birini kamsitishi, mensimin gaplashi juda ham xunuk ko'rinadi. Va tabiiy holatki, atrofdagilar ularni g'ijg'ijlashni ham boshlashadi. Senga shunaqa qildi-ya degan narsalar bor-da. Bizning yana o'zbekchiligimizga yetib boradi. Bu o'sha keyin ichida yana bir narsani yonishi, nafrati kuchayib ketishiga olib keladi. Yana bir shunaqangi vaziyat bor. Erkak kishi oilani ustuni bo'lishi kerak, erkak kishi ko'p narsani boshqarish kerak, to'g'ri. Lekin erkak kishi vaqtida yetarlicha mas'uliyatli emas, lekin ayol kishi hamma odam oldida, ko'cha-ko'yda, qarindosh urug'larning oldida erini borini oshirib, yo'g'ini yashiradi. Hattoki eri ham hayron, men shunaqa odammanmi deb qoladi. Bu narsa to'g'rimi va bu qay darajada qancha masofagacha boradi? Ayol kishi shunchani maqtaveradi erini. Bilasizmi, bo'chi psixologiyada shunaqa narsa borki, erkak kishini shunaqa yuziga chiqarib maqtayveradi-ku, bu o'zi ongida o'zi har qanaqa narsani, masalan, men shu narsani xohlamayman degan narsa bor-da bizda. Shuni xohlamayman degan narsani ichida erimni shunaqa yaxshi bo'lishini xohlamayman degan narsa yotadi ichida-da. O'zi bilmagan holatda haqiqatan ham erkakni shunaqa yaxshi darajasigacha olib keladi. Chunki yomon odamni yaxshi odam hadib yomon deyursiz, haqiqatan ham yomonga aylanadi. Yomon odamni yaxshi deyursiz, haqiqatan ham bir kun yaxshiligi. Chunki biz o'zimizni bilmagan holatda bizdan chiqadigan energiya to'lqinlarimizni mana shu narsani to'g'irlab boradi. Shuning uchun men har doim aytaman, bilasizmi, yaxshi narsani niyat qilasiz-ku, sizga kelishi juda qiyin bo'ladi u narsani, lekin yomon narsa hayolingizdan o'tsa, u juda tez keladi. Sababi nimaga? Qalb bilan bu yerda ongi ostidagi mana shu ishlash jarayoni ikki xil liniya ketadi. Yaxshi narsa, bugun masalan siz mashina olmoqchisiz, sizda mashina yo'q, mashina olmoqchisiz. Men sizga tushuntirib beraman. Mashina olishga sizning mablag'ingiz yo'q, lekin qalbingizda mashina olmoqchisiz.
ongiz aytyaptiki, hali sani daromading yo'q, mashina ololmaysan deydi. Bu ikkalasi ikki xil chastota liniyada turgani uchun bularni kelishi juda tez bo'lmaydi. Shuning uchun buni niyatingni ko'proq va to'xtamay qilgin deb aytiladi. Yomonlik bo'ladigan bo'lsa, qalbingizdagi holatingiz bilan ongingizdagi holatingiz liniyasi to'lqini bitta liniyada turadi. Shuning uchun ham yomonlik juda tez keladi. Xuddi shunaqa holatda turmush o'rtog'ingizmi, qaynonangizmi, aslida siz ularni o'zgartirishga emas, ularni boricha qabul qilib va eringizni, turmush o'rtog'ingizni ha bu inson juda ham yaxshi deb oshirib borasiz, siz bir kungi ongingizdagi bu sizni qalbingizda turmush o'rtog'ingiz yaxshi bo'lishi, lekin ongingiz bilan bu narsani boshqarishni boshlayapsizmi, turmush o'rtog'ingiz albatta yaxshi bo'ladi. Lekin shunday ayollar ham borki, odamlarning gapi uchun erini maqtaydi, odamlar havasi kelsin degan narsa uchun ular yolg'on gapirishadi. Bunday vaziyatda ayol kishi to'g'ri ish qilyaptimi va erkak kishi shu narsaga o'rganib qolib, har qanday vaziyatda meni maqtaydi, har qanday vaziyatda meni olib chiqib ketadi deb o'rganib qolishi ham bu to'g'rimi? Bilasizmi, hamma narsa niyatga yarashadi. Agar haqiqatan ham siz turmush o'rtog'ingizni yaxshi bo'lishini xohlab, qalbingizdan his qilib, niyat qilib maqtasangiz, uni erkak kishi his qiladi. Lekin odamlar uchun yashash, bu men tushunmayman, odamlar uchun yashashdan odamlar charchamadimi degan savolni beraman, chunki biz doim odamlar nima derkin deb yashaymiz. Biz odamlar nima derkin deb yashashni to'xtatsak-gina bizning yashashimiz osonlashadi. Aslida biz ham bugungi kunda yashashimizni qiyinlashib borishi ham odamlar nima derkin degan savol bilan yashaymiz. Odamlar uchun qilinayotgan emotsiyalar, odamlar uchun qilinayotgan niyatlar amalga oshmaydi. Odamlar baxtli yashasangiz ham gapirishadi, ajrashsangiz ham gapirishadi, yiqilsangiz ham gapirishadi. Chunki har qanaqa insonni tanasi og'riyotganda boshqa odam gap so'zidan his qilishi mumkindir, hissiyotlari bilan, lekin tanani his qilmaydi. Shuning uchun taningizdagi og'riqni o'zingiz sezib olsizmi, shuning uchun shart emas kimdir gap so'z uchun yashash. Tanasi boshqa dard. To'g'ri yo'ldaligingizni bilsangiz, aytaman, shu yo'lni to'g'ri deb qabul qilsanmi va hech kimni shunaqa narsaki, kimlardir qaror chiqarib qo'yadi-da va kimlardir aybdor qilib yashaydi. Agar bugungi kunda men har doim aytaman, qarorni o'ziga tashlayli deyman. Agar qarorni bugun siz qabul qildingizmi, boshqa birovni ayblashga sizda hech qanaqa yo'l qolmadimi? Qarorni qabul qilganingizda siz birovni ayblolmaysiz. Chunki siz u qarorni qabul qildingiz va odamlar nima deydi degan narsani yashamayapsizmi? Shu yo'lni to'g'ri deb qabul qildingizmi, yashaymiz qilib. Agar odamlar nima derkin deb kimdir qaror bilan yashaydigan bo'lsangiz, doim kimdir aybdor qiladigan bo'lsangiz, ana o'shandagina siz hech qachon hech narsaga erishmaysiz va siz doim birovni aybdor qilganligingiz uchun ham qalbingizda og'riq bilan yashaysiz va qilgan qaroringizdan o'zingiz ham norozi bo'lasiz. Shuning uchun qarorni o'zingiz qabul qilyapsizmi, shu yo'lni to'g'ri deb bilyapsizmi, birovni ayblamayapsizmi, demak to'g'ri yo'ldasiz va shu yo'lda yashang deb aytaman. Keyingi savolim, bu hayotiy savol. Bilamiz, ko'p yosh qizlar, yosh yigitlar gaplashib yurishadi. Qaysidir tushunarli bo'lish uchun отношения qilishadi. Bu narsa to'g'rimi va bu narsa to'ygacha davom etishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi aslida islom tomonidan qaralganda mumkin emas. Lekin har bir narsani aytganimdagi chegarasi bilgan holatda, ota-onani kursiga qo'ygan holatda, chunki qizni ota-onasi ham bilishi kerak, yigitni ham ota-onasi bilishi kerak. Bilgan holatda, chegaradan chiqmagan holatda, masalan, uchrashuvni ham o'zi vaqti bo'ladi. Masalan, yonida kimdir bo'lishi mumkin bo'ladi. Qiz bola, ayniqsa qiz bolaning yolg'iz o'zi yurishi bu juda ham qiyin holat va ota-onasiga aytilgan holatda borilayotgan joyi bormi? Har bir narsani aytib borish kerak. Chunki inson bir-birini o'rganib borish kerak bo'ladi. Lekin kechqurungi men yaxshi ko'rgan taqdirda yillar bir-birini bilsa ham, kechqurun men aytaman, yaxshi qiz, yaxshi ayol kechqurun ko'chada yurmaydi deb aytaman. O'shanga menimcha ota-onadan bekitib, kechqurun ko'chada yurishi bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Chunki orada baribir aralashuv bo'ladi. Shuning uchun har bir narsani o'zini me'yori, o'zini joyi, o'zini vaqti bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Yosh qiz ota-onasiga qayerdaligini, nima ish qilib yurganlarini aytmaydi, lekin turmush qurgandan keyin o'sha o'zi sevgan turmush qurgan insoni bilan yaxshi yashayotgan vaziyatida turmush o'rtog'iga o'zi haqidagi ma'lumotlarni aytib yura oladimi? Shu yerga boryapman, shunaqa qilyapman deb ayta oladimi? Ota-onasini uyda aytmagan qiz turmushga chiqqandan keyin o'zgarishi mumkinmi? Aytish kerak deb bilaman. Lekin o'zgarishi mumkinmi, o'zgarmasligi mumkinmi? Bilasizmi, u turmush o'rtog'iga bog'liq. Agar erkak kishi o'zini hurmat qilsa, ayol qayerda yurganligini albatta so'raydi. Bu erkak kishi o'ziga bog'liq. Lekin ayol kishi har doim erkagini
o'zini turmush o'rtog'ini qattiq yurganligini aytib ketish kerak. Bu majburiyat. Chunki bu ayol kishi turmush o'rtog'ini bilmasa, ayol kishiga la'nat yoziladi. Shuning uchun albatta turmush o'rtog'iga yetib borish kerak. Keyingi savolim, nikohdan oldin psixologik tayyorlanish kerakmi? Tayyorlanish kerak. Erkak ham. Tayyorlanish kerak. Chunki bir xil paytda ota-onalar shunaqaki, ertalabdan kechgacha ishlashadi. Masalan, men o'zim shogirdlik kurslarimda shunaqa nima etib boraman, har doim yosh qizlarni yoki yangi turmush qurgan kelinlarni hayotga tayyorlash bo'yicha. Chunki bir xil ota-onalar borki, ertalabdan kechgacha ishda, farzandiga keraklicha vaqt ajratmaydi, tarbiyasi bilan shug'ullanmaydi. U ovqatingni yedingmi, kiyiming tozami, uy tozami degan narsa bu tarbiyaga kirmaydi-da. Ularni har qanaqa taraflama baribir tarbiyalab borishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta psixolog bilan bir marta konsultatsiya o'tib, keyin turmush qurgan bu yaxshi. Chunki ularning fikrlashi psixologlar baribir keng qamrovda keng fikr yuritsa, hozirgi paytda yoshlar bugungi kuni bilan fikr yuritadi. Shuning uchun ko'pincha xatolarni qilib qo'yishadi. Shuning uchun qaynonani gapini eshitish, qabul qilish kelinlarga og'irlik qiladi. Hozir kurslarim bor dedingiz. Sizni shunday shogirdlaringiz bormi? Ya'ni kelinlikka tayyorlash yokida erkaklarni shu turmush qurgandan so'ng turmush o'rtog'iga qanday vazifalarni bajarish kerak? Xullas, oilaga tayyorlov shogirdlaringiz yokida shunday bir darsliklaringiz bormi? Darslikka endi chiqarish niyatidamiz, Xudo xolasa, lekin shogirdlarim bor. Men ikki xil yo'nalishda mana qiz bolani turmushga tayyorlash yo'nalishi bo'yicha va undan tashqari yosh kadrda hozirgi paytda psixologiyani o'qiyotgan psixolog yo'nalishi bo'yicha tayyorlash alohida kursim bor. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarimizga bor. Chunki nimaga yaqin kunlarda buni sotuvga yo'lga qo'yamiz. Qiz bolani aytganimdek, shu ota-onasini turmushga uzatguncha sarpa yig'ish, to'y qilish uchun mablag' yish uchun ko'proq vaqtini sarflab qo'yadi va qiz bolaga psixologiyasiga, chunki turmush o'rtog'i bilan bo'ladigan munosabatlar, erkak kishiga bo'ladigan munosabatlar, qaynona qayntaga bo'lgan munosabatlar, uy tutishda etika, deontologiya degan narsalarimiz bor. Afsuski buni ko'pchilik bilmaydi. Yana ko'pincha xatolarimiz shundaki, men hech kimni bu yerda tahlil qilish niyatida emas, o'zi turmushidan ajralgan ayol, o'zi turmush ko'rmagan ayol qizlariga noto'g'ri tarbiya berib qo'yishyapti. Chunki otang yomon edi, otang yaxshi emas edi, buving yomon edi, buvingni deb biz ajrashdik degan fikrlar bilan farzandini katta qilyaptimi? Bilingki, u qizni fikrida qaynona demay yomon, zulmkor degan fikr bilan katta bo'ladi. Er yaxshi emas, er har bitta xatosiga sapchib turishim kerak degan fikr bilan bu. Ana o'zimni fikrlarimni shunaqa sapchib etib tursamgina, men demak baxtli yashayman. Onamga o'xshab xo'p bo'ladi deb ketsam, demak men yaxshi hayot kechirmas ekanman degan fikr bilan qiz bola katta bo'ladi va xuddi shu narsani onasi qachondir qilgan xatosini o'zini turmush o'rtog'ida takrorlab qo'ydi. Shuning uchun ham ajrimlarning holati ko'payib ketib qolyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi ayrim bir qaynonalar uchun ham psixologik darsliklar kerakmi? Kerak. Nimaga? Chunki aytganimdek, bir xil qaynonalarning o'zi ham turmush o'rtog'idan ajrashgan va shunaqa narsa bo'ladiki, o'zini turmush o'rtog'i yo'qligicha, ayniqsa o'g'li bor qaynonalar o'zini o'g'lida o'zi anglamagan holatda o'zini o'g'lidan turmush o'rtog'i yasab oladi va kelinidan o'g'lini qizg'anishi boshlaydi. Shuning uchun ham qaynonalarni o'zini ham chegarasi yoki qachondir qaynonadan zulm ko'rgan bo'lsa, shu o'tkazayotgan zulmini keliniga qo'yadi. Bu ham noto'g'ri. Chunki bu alohida shaxs, Bu narsani farqlab olishimiz kerak qaynonalar. Ana o'shandagina haqiqatan ham davom etaman qaynonalarga, chunki qaynonalarning o'zi ham keladi menga. Qaynonaga aytamanki, kechirasiz, bu sizning mulkingiz emas, bu sizning farzandingiz. Ne только bu kelin, даже o'zini farzandini ham, bu meni farzandim, bu meni mulkim deb qabul qilishadi. Mana shu meni mulkim deb qabul qilishi bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun farzand bu mulk emas. Bu farzandni tug'ilishiga sababchi bo'lgan ota-onamiz, bu ham bir shaxs deb qabul qilsakina, bizning yashashimiz onsori bo'ladi. Demak, sizni darsliklaringizda sizning oldingizga keladigan yosh yigit qizlardan tashqari qaynonalar ham ko'p kelishadi, ha. Va ular o'zlariga yetarlicha yechim olib ketishadi. Shunaqa, chunki sababi qaynona har doim haqman deb o'ylaydi. Qaynona o'zi doim haqman deb bilganligi uchun
keliniga qilayotgan o'zini anglamasdan qilgan zulmlari bor. Yoki haddan tashqari kelinga mehribon bo'lib ketib qolishadi, bolam qilib mehribon qilishadi, lekin o'zini uyida mehr ko'rmagan kelin bu qaynonani mehrini hazm qila olmaydi va o'zini subordinatsiyasini yo'qotib qo'yadi. Qaynona bilan kelinning orasida xuddi rahbar bilan xodimning orasida subordinatsiya bo'lgandaki, baribir subordinatsiya bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki vaqti kelsa, o'zingizni farzandingiz ham o'zingizga tikka gapirmaydi. Shuning uchun kelinni qaynonaga tikka gapirishi qaynonaga yoqmaydi. Keyingi savolim, farzand oilada mehribon bo'lishi uchun qanday yo'llardan foydalanish lozim? Bekorga farzandlarning yoshini belgilab bermaganda, shu 4 yoshgacha bo'lgan farzandga butun mehrni berish kerak va bilim berib borish kerak. Bizda imенно shu 4 yoshgacha yetganda farzandlarni onalar 4 yoshgacha shu bog'cha yoshiga yetguncha hali qaynonaga yo nyankaga yo kimlargadir beriladi va bola ona mehriga to'yinmagandan keyin u atrofdan katta bo'lgandan keyin ham mehr qidirishni boshlaydi. Agar onani mehriga to'yinib yashasa, onani o'shundoq ham farzand mehrli qiladi va tarbiyani to'g'ri berishdi. Farzandini har doim urib, hadeb san sababli men ajrashdim yoki san deb men otangdan urishdim yoki san deb gapirilursa, farzand o'zini aybdor his qilish boshlagandan keyin ertaga hamma joyda aybdormanmi deydimi, o'zini olib qochishni boshlaydi. Men o'sha birdan uzoqroq yurayman, aybdor bo'lib qolmay degan narsa bilan farzand ota-onadan uzoqlashib ketib qoldi. Shuning uchun farzand har joyda ham ayblash kerak emas. Chunki oilani bugungi kunda mustahkam bo'lmayotgani bu farzandga bog'liq emas. Ayrim ota-onalar o'z farzandlarini oldida janjallashadi. Ayrim ota-onalar esa farzandlarini o'z xonasiga kirgizib, so'ng janjallashadi. Bu holatga qanday fikr bildira olasiz? Farzandni oldida hech qachon janjallashmaydi deyman. Bu xato. Sababi nimaga? Ertaga aka-ukalarni to'xtamay urush janjal qilib bo'lishi ham ota-onani doim surunkali darajada er-xotinni urushi ko'rib o'sgan farzand ertaga o'zini aka-ukalari bilan ham doim urush janjal bilan yashaydi. Bu aytganingizdek, qush uyasida ko'rgan qiladi. O'zidan keyingi avlodda xuddi shunaqa davom etadi shuning uchun. Bolani kim ko'proq tarbiya qilishi kerak? Ona yoki ota yoki qaynona? Farzandni tarbiya qilish bu onaning vazifasi. Chunki qaynonani vazifasi emas. Qaynona o'zini farzandini tarbiya qilib bo'lgan. Tarbiya qilib u qizni yo uzatgan yo o'ylantirgan. Qaynona faqatgina to'g'ri yo'l ko'rsatib, vaqt kelganda podдержка qilishi mumkin. To'g'ri qilasiz, noto'g'ri qilasiz deb. Bir xil kelinlarga qaynona shu narsani gapirsa, kelinlarga yoqmaydi, o'zim bilaman dedi. Kechirasi o'zi kechagina ona bo'lgan odam qatdan bu narsani bilishi mumkin. Qaynona o'zini praktikasidan o'tkazibgina ana o'shandagina to'g'ri yo'l ko'rsatadi, lekin tarbiyani ota-ona beradi. Qiz bolaga ko'proq onani mehri va onani tarbiyasi juda katta rol o'ynaydi. Yigitlarni o'sayotganda balog'at yoshiga yetganda albatta otani tarbiyasi kerak bo'ladi. Chunki otani ham, onani ham o'zining tarbiyasini o'rni va yo'li bor. Shuning uchun bu sani farzanding, bu qiz bola men qilishim kerak, o'g'il bola sani farzanding sen qilish kerak degan narsa yo'q lekin. Aslida toza muhitda, to'g'ri muhitda agar farzand katta bo'lsa, shundoq ham o'zi kerakli bo'lgan narsani oladi. Men har doim ota-onaga aytaman, sizlar farzandinglarni tarbiyalamanglar, sizlar o'zinglarni tarbiyalang deyman. Agar ota-ona bugun zo'r yo'nalishda bo'lsa, haqiqatan ham bir-birini qadrlasa, hurmat qilsa, farzand shu narsani ko'rib katta bo'ladi, shart emas. Shuning uchun har doim aytiladi, ota-ona o'zini tarbiyalasagina, o'zi o'qisa, o'zi bilim olsa, o'zini ustida ishlasa, farzand shundoq ham o'z chiroyli tarbiya ko'radi. Agar ota-ona o'zidan doim surunkali so'kish chiqadigan bo'lsa, urishadigan bo'ladigan bo'lsa, ana unaqa holatlarda hech qachon chiroyli tarbiya. Siz uni o'tirib tepasi ertalabdan kechgacha 12 soat, 24 soat tarbiya bering, lekin o'zingizni ichki holatingizni to'g'rilamas ekansiz, farzand hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Biz xalqimizda azaldan shunaqa bir gap bor. Qiz bola otasiga, o'g'il bola onasiga mehrli bo'ladi deydi. Shu gap to'g'rimi va bu gapda qanchadir foiz haqiqat bormi? Bu haqiqatan ham shunaqa, nimagaki erkak o'zi inson sifatida ota-onani qiz bola otaga, o'g'il bola onaga mehribon bo'lishi bu ikkita jinsi bir-biriga tortilishi bo'ladi. Bu o'sha xohlasangiz, xohlamasangiz, chunki erkak kishi bilan ayol kishi bir-biriga tortiladi. Xuddi o'shanga o'xshagan bu ikkita jinsi bir-biriga yaqinligini evaziga, shuning uchun qiz bola otaga, o'g'il bola onaga talpinadi va doim yonida bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun ham otalar ko'proq qizini yaxshi ko'radi, onalar ko'proq o'g'lini yaxshi ko'radi. Bu faqatgina shu ikkita jins bo'lganligi uchun. Lekin haqiqatan ham shunaqa narsa bor. Keyingi savolim, endi ajrashish mavzusiga kelib qoldik.
Ajrashishni oldini olish uchun qanday yo'llar bor va nimalar qilish kerak? Men har doim aytaman, ajrashish uchun juda ko'p vaqt yo'qotilmaydi. Ajrashish uchun juda tez ketiladi. Chunki men har doim aytaman, zagslarda srok berishadi, 3 yil berishadi, 3 oy berishadi, qanchadir muddatlar beriladi. Lekin borib bitta imzo qo'yilishi oqibatida ajrim o'sha tayyor narsa. Bu ajrimni oldini olish bu juda katta yutuqda va mashaqqat. O'zi aytamanki, oilani oila qilish bu og'ir narsa. Oilani parchalash bu juda oson narsa-da. O'shaning uchun oilani ushlab turish ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'ladi, lekin shu mashaqqatning ketidan juda katta rohat yotadi. Men ajrashib hali juda ham mazza qilib yashadim. O'sha paytda mazza qilish mumkindir. Necha yildir mazza qilib yashash mumkindir-ku, lekin yosh katta bo'lgandan keyin afsuslangan ayollarni juda ko'pini ko'rdim. Chunki ayollar ikkinchi marta turmush qurish qiyinroq, chim erkaklarga nisbatan erkak kishi baribir o'ylanib ketadi. Shuning uchun ayollar ozgina shu o'ylabroq turmush qurgandan keyin oilani yo'qotishga ozgina o'ylasa, kelajakda juda katta narsalarga erishadi-da. Chunki aytamaku, bu eforiyada biz ko'pincha yashaymiz-da, bugun ajrashdim, men bugun mazza qilib yashayapman deb o'ylaymiz, lekin u mazza qilishi vaqti juda qisqa-da. Siz hozirgi kunda yarim dori chaynang, siz bugun kunda hozir ozgina azoblaning, lekin ertaga farzandlaringiz katta bo'lganda, to'y qilayotganingizda turmush o'rtog'ingiz yoningizda borligini, turmush o'rtog'ingiz bilan mazza qilib yashayotganligingizni ko'rsangiz, ana o'shanda siz ko'proq natijaga erishayotganingizni ko'rib, yaxshi ham o'sha paytda ozgina sabr qilgan ekanman deymiz. Bizda afsuski hozirgi paytda yoshlarning ko'pida sabrsizlik kelyapti. Bekorga etilmagan sabr tegi sariq oltinda. Bu maqollarni hozir xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham sizga hech kim maqol to'qib bera olmaydi. Haqiqatan bu maqollarning tegini juda ham chuqur qo'ylasangiz, juda katta ma'no yotibdi. Shuning uchun oilani saqlab qolishga maksimal harakat qilinglar deb aytaman. Men har doim aytaman, bundan tashqari farzandni dunyoga keltirish unchalik qiyin emas-da, lekin farzandni tarbiya qilish qiyin. Xuddi shunga o'xshab oila qurish unchalik qiyin emas, oilani saqlab qolish juda ham qiyin. Shu qiyin bo'lgan narsani bugun ehtiyot qilsangiz, buni ketidan juda ham katta yutuqlarga erishasiz. Sizning hayotingizda shunday insonlar uchraganmi? Bir oila, lekin bir-biridan uzoqda er-xotin. Bunaqalar hozirgi paytda juda ko'p. Sizni Juda ham ko'p. Chunki konsultatsiya keladiganlarda deyarli hamma shunaqada. Lekin buni sababi nimaga desangiz, er-xotin bir-birini eshitmasligida. Lekin ajrashishmaydi, to'g'rimi? Farzandlarim uchun deb yashashadi. Men har doim aytaman, nimaga sizlar farzandinglarni aybdor qilasizlar deyman. Farzandim 3-chi davomimizda deymiz. Farzand 3-chi deydigan bo'lsangiz, farzandni yana aybdorlik hissiga qo'yib qo'yishadi-da. Shuning uchun farzandinglar uchun yashamanglar, sizlar o'zingizlarni bir-biringlar uchun yashanglar deyman. Inson agar bir-birini eshitishi bilsagina, u inson yaqinlashadi. Agar inson bir-birini eshitmasa, bir-birini ko'rmasa, bir-birini his qilmasa, u inson uzoqlashib ketaveradi. Men undan ko'ra aytaman, bir-biringlarni qo'yib yuboringlar-da. Siz ham baxtli bo'lib yashashga haqqingiz bor. Agar kim bilandir yashamoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, qo'yib yuboringlar bir-biringlarni. Haqiqatan baxtli bo'linglar. Chunki farzand ertaga katta bo'lgandan keyin u ham o'zini baxtini topib ketadi. O'shaning uchun farzandlarni aybdor qilishdan oldin er-xotin o'zi aslida nima xohlayotganini anglab yetish kerak bo'ladi. O'zi ajrash niyati yo'q, lekin farzandlarim uchun deb farzandlarni aybdor qilishadi. Bu juda ham achinarli holat. Lekin ertaga shu farzandi ham turmush qursa, xuddi ota-onani yo'llaridan ketishlari mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Chunki aslida har doim aytaman-ku, farzand shuning uchun aytaman, tarbiya qilmaylik, sizlar o'zingizlarni tarbiya qilinglar deyman. Bu ham bir-biriga bog'liq narsalar. Keyingi savolim, farzandga ota-onani ajrashishi qanchalik ta'sir qiladi? Juda og'ir. Chunki butun olmani masalan stolga qo'yib qo'ysangiz, u uzoq payt babi ichkidagi holatini saqlab turadi-da. Men u so'lisin, boshqa qilsin, lekin mazasini yo'qotmaydi-da. Lekin yarimta olmani stolga qo'yib qo'ying, u qanchalik tez qorayadi, u juda ham mazasini yo'qotishni boshlaydi, suvi qochadi, holat mana shunaqa holatda bo'ladi. Shuning uchun ham
farzand ham ota-onasini birga bo'lishi, butun oila bo'lishini xohlaydi. Chunki ertaga farzandlar ham turmush qurishga kelganda, sovchilikka kelganda ajrashgandan keyin ota-onasi desa, u qizida kim ota-onasi borli qizidan ko'ra ajrashgan qizlarning turmushga chiqishi saqal qiyiroq bo'ladi. Chunki ota-onasi qachondir ajrashib ketgan, shu sababli yo o'g'il bola o'ylana olmaydi, yo qiz bola turmushga chiqa olmaydi. Bu albatta farzandlar uchun ta'sir ko'rsatadi. Er va xotin ajrashmasliklari uchun ayol nima harakat qilish kerak? Erkak emas, ayol. Ayolning vazifasi nima bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Ayolni bir pog'ona bo'lsa ham erdan ko'ra pastroq bo'lishi kerak. Chunki sababi hozirgi paytda biz teng huquqlimiz degan narsani ko'p yoshlar bilib olgan. Lekin teng huquqlimiz degani bilan ayol kishining o'rni bilan erkak kishining o'rni bor-da baribir. O'shaning uchun ayol kishi ozgina pastroq tushsa, tilini ozgina tiysa, erkak kishini erkakligiga qo'yib bersa, uning erkakligini, muhimligini tan olib bersa, farzandlari otasligini bilsa va uyi xonadoni haqiqatan ham podshohligini tan olsagina, ana o'shanda baxtli yashaydi. Endi xuddi shu savolim erkak kishi. Erkak kishi nima vazifalarni qilish kerak ajrashmaslik uchun, oilani saqlab qolish uchun? Ayolini boshqalarning oldida xor qilmaslik. Xor qilmaslik qanaqa? Ko'pchilik o'tirganda ayolning ustidan kulishni boshlaydi, ko'pincha erkaklar. O ayol hamma tarafdan kulgiga qolgandan keyin ko'ngli sovishni boshlaydi. Va har doim erkaklarga aytamanki, ayol kishi turmush qurishdan oldin tanlovini ayol kishi qilmaydi, ko'proq erkak kishi qilinadi. Shuning uchun o'zingizni hurmat qilsangiz, bugungi kun kelib tanlovingizni hurmat qilasiz deb aytaman. Chunki agar erkak kishi u ayol kishi o'zidan o'zi kelib o'tira olmaganda uyiga, uni erkak borib olib kelgan harakati bilan. Tanlovini erkak kishi qilgan. Suvchilikka erkak kishi boradi ayollar uyiga. Shuning uchun u erkak agar o'zini bugungi kunda hurmat qilsa, o'zini tanlovini hurmat qiladi. O'zini tanlovini hurmat qilgandan keyin uni albatta u ayolni yuziga chiqaradi. Aybi bo'lsa, aybini chaqirib aytish kerak bo'ladi, lekin hammani oldida emas. Agar erkak kishi o'zini ayolini ojiza deb qabul qilsa, mas'uliyatni bo'yniga olsagina, o'shanda ayol kishi ham o'zini ayolligini his qilishni boshlaydi. Yana bir xalqimizda shunday gap bor, erkak tomonidan qadrlangan ayol boshqa tashqi insonlar tomonidan ham qadrlanadi. Shu gapga qanaqa fikringiz bor? Bu gap to'g'ri. Er aziz qilsa, el aziz qiladi deshadi. Er xor qilsa, el xor qiladi deshadi. Chunki bu haqiqatan ham shunaqa. Agar turmush o'rtog'ingiz hammani oldida sizni navish o'rinda ko'tarib bersa, albatta sizni turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizga bo'layotgan munosabatingizga qarab o'sha narsani his qilishadi va o'shanga nisbatan munosabat bildiriladi. Chunki sizni turmush o'rtog'ingiz sizni qo'llab-quvvatlayotganini ko'ryaptimi, ota-ona ham shu tarafdan o'sha o'tishni boshladi va sizni qo'llab-quvvatlashadi. Shuning uchun bekorga bu gap chiqmagan. Demak, to'g'ri. Haqiqat. Va bu ayollarga ham ishlaydi, to'g'rimi? Shunda ayollar ham erlarini, dugonalari, tanish bilishlari hammani oldida hurmatini joyiga qo'yib qo'ysagina, shunda tashqi tomondagi ayollar va bularning turmush o'rtoqlarini ko'kka ko'tarishadi. Yo'q, bilasizmi, bu yerda bunaqa narsa bor. Bu sal boshqacha ishlaydi. Er qiladigan, qaro yer qiladigan ham ayol kishi deyiladi. Chunki bu yerda qanaqa erkak kishini topib kelayotgani puli, uyga qilayotgan ro'zg'ori, har bir qilayotgan ishidagi charchog'i bormi, ayol tomonidan qo'llab-quvvatlansa. Masalan, bir xil ozgina narsa bozorlik qilib keladi, lekin ayol kishi undan shunaqa narsa yasaydiki, shunaqa baraka qilib beradiki, juda ko'p arzimagan narsadan juda ko'p narsalar tayyorlash mumkin bo'ladi. Bir xil erkaklar bor, juda ko'p bozor qilib keladi, juda katta ro'zg'or qiladi uyiga, juda ko'p pul sarflaydi, lekin uni ayol kishi xor qilgan holatda uvol qilib axlatga tashlaydi-da, bor narsasini ham ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun erkak kishini ayol kishi qadrlamasligi aslida uni qilib kelayotgan xarajatda, oilaga bo'layotgan ro'zg'or, oilaga bo'layotgan mehrini ko'rsatib bera olishadi. Shuning uchun er qiladigan, qaro yer qiladigan deb ayol aytishadi, lekin erni sevishi, erni sevish degan gap bu haqiqatan ham bor narsa. Lekin shunday deymiz, ayollar o'z turmush o'rtoqlarini dugonalariga maqtasa, dugonalari shunday bir dugonalar ham borki, dugonasini o'sha maqtalayotgan erkakni qandaydir ma'noda qo'pol qilib aytganda tortib olishga harakat qilishadi. Shunday insonlar ham uchraganmi sizda? Shuning uchun ham erkak kishini ayoli dugonasiga emas va erkaklar o'zini ayolini o'rtoqlariga maqtashi bu noto'g'ri narsa. Chunki u er xotin orasidagi muhitda.
Faqat hurmat qilishlari kerak. hurmat qilishini bilishi mumkin. Chunki u hurmat qilishini shundoq ham telefon qilinganda, turmush o'rtog'i tomonidan telefon qildirilganda, erkaklar masalan onasi eshitaman sani deb munosabat bildirsa, biladiki, shu o'zini o'rtoqlari, demak ayolini hurmat qilyapti yoki erta o'rtoqlari bilan ayollar o'tirgan paytida turmush o'rtog'i telefon qilsa, telefonni ko'targuncha qilayotgan reaksiyalar bor. Chunki ayollar bab emotsiya bilan ishlashadi. Shuning uchun reaksiyasini voy adajonisi telefon qilyapti, turmush o'rtog'im telefon qilyapti. Dugonalarga bir marta to'xtab turing deb, labbay adajonisi deb yoki u erkagini hurmatini yuzaga chiqarib bersa, shundan bilinadiki, oila muhiti yaxshi va turmush o'rtog'i bilan bir-biriga bo'lgan munosabatda. Bilasizmi, bir xil paytda bo'ladiki, men aytamanki, er xotin uyda urushib, janjallashib chiqib ketyaptimi, begonani oldidami telefonni juda ham chiroyli ko'rsatib, telefonni shunaqa chiroyli munosabatda bildiringki, haligi jahli chiqayotgan odam o'zi avtomatik jahldan tushadi deb aytaman-da. Biz bo'lsak, bir-birimizdan eshitmagan holatda shunaqa baqirish eshitamiz. O'zimni shu jarayonimda bo'lgan holatlardan bittasi, ayol kishi juda qo'pol gapiradi turmush o'rtog'iga va u ayol eridan noliyapti. Men aytdimki, to'xtab turing, keling, biz turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashib ko'ramiz, faqat siz gapirish toningizni o'zgartirasiz deb aytdi va turmush o'rtog'i bilan gaplashib ko'rganda tonini o'zgartirdi haligi ayol. Shunda haligi erkak, "Sen qayerdasan?" deb so'rayapti-da. "Ko'chadaman" desa, "Kasal bo'lib qoldingmi? Nimadir dori kerakmi?" degan munosabatda haligi erkak kishi juda hayratda qoldi ayolim. Men aytdim, "Ko'rdingizmi, muammo eringizda emas, muammo o'zingizda" dedim. Chunki ayol kishining juda qo'pol gapirishi erkak kishini o'zidan ancha sovutib qo'yadi. Chunki chiroyli munosabat hammaga ham kerak. Xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, men yana o'shani aytaman, chiroyli munosabat va bir-birini eshitib bilishida. Eshitishi bilgan odam bir-birini his qilishi boshlaydi. Hozir ayollarni aytdingiz. Shunday erkaklar bor, yaqinlari, do'stlari, oshna og'aynilarini oldida o'zini ko'rsatish uchunmi, shunday bir g'alati his uchun ayoliga yokida farzandlariga qo'pol gapirishadi telefon orqali. Bu sog'lom erkaklarning ishimi bu? Nima deb o'ylaysiz? Bu o'zini hurmat qilmaydigan erkak deb bilaman. Agar erkak kishi o'zini hurmat qilsa, oilasini hurmatini har qanaqa joyda ham, har qanaqa vaziyatda ham hurmatini yuzaga chiqarib beradi. Chunki tanlov erkakka. Shuning uchun o'zini hurmat qilgan erkak har qanaqa vaziyatda ham o'zini ayolini chiroyli munosabat bilan bildirish kerak bo'ladi. U erkak kishi ayolga qo'pol muomala qilaman degani bu erkak kishi o'zi erkakligini ko'rsatadi degani emas. Shuning uchun hammani oldida qilayotgan munosabat bu o'zini tarbiyasini ko'rsatib beradi. Oila ajrimlar haqida gaplashgan edik. Ajrimlarga qaynonalarning ham qissalari bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ayrim bir oilalarda. Bor. Chunki o'g'lini qizg'anganligi evaziga kelini bilan kelishmovchilik bo'ladi va ayrim bir qaynonalar borki, haqiqatan ham endi men oila bilan ishlaganimdan keyin bilaman, o'g'lini kelini oldiga kechasi kirgizmaydi. Buni oqibatida ular befarzand. Yillar davomida farzand ko'ra olmaydigan kelinlarimiz bor. Sababini so'rasam shu holat. Undan keyin farzandli bo'lmadi deb ajrashtirib yuborishadi. Bu juda ham achinarli holat. Bu qaynonalarda shunday bir qizg'onishmi yoki ularda shunday har xil travmalar bo'lganmi? Nima sababdan? Travmalari juda ko'p qaynonalar. Ular o'zlari e'tibor xohlashadimi? Da. E'tibor yo'qligi uchun, o'zi hayotda zulm ko'rganligi uchun, o'zi ichida hasad bo'lganligi uchun, buni sabablari juda ko'p sanaydigan bo'lsak, no aslida bu qaynona juda ham katta travmaga ega bo'lgan qaynona. Shuning uchun ham afsuski kelini bilan o'zini qo'pol qilib aytganda kundosh o'rnida ko'rishadi. Shuning uchun ham o'g'lini qizg'anishadi va oxir oqibatda ajrimgacha olib kelishadi. Hozirgi kunda yosh turmush qurmoqchi bo'lgan qizlarga eng zo'r maslahatlaringiz nima? Eng to'g'ri maslahat deylik, zo'r maslahat emas. Borgan xonadonda hech kim o'zgartirishga harakat qilishmasin. Chunki oddiy misol qilib tushuntiraman. Bitta dalada agar kartoshka ekadigan bo'lsa, u dala kartoshka ekilishiga moslangan. Oila a'zoni shunaqa deb qabul qilaylik hammasini. Lekin kelin kelib kartoshkaning orasiga gul ekmoqchi bo'ladi. Bu mumkin emas bo'lgan narsa-da aslida. U yeri boricha qabul qilish kerak o'zi aslida. Shuning uchun qizligi zo'r maslahat deb aytolmayman, to'g'ri maslahat borgan xonadoningizni, bu meni oila a'zolarim, bu meni oilam.
u oilani unutish kerak. Haqiqiy oilasi bu turmush o'rtog'ining oilasi bo'ladi-da. Shuning uchun u oilani o'zimni oilam deb qabul qilishi va bor oila a'zolarini o'zgartirmasdan boricha qabul qilishida. Bizni doim kelinlar kimnidir o'zgartirmoqchi bo'lishadi. Shuning uchun ham aziyatni o'zligisi ko'rishadi. Qarabsizki, hamma oilada yomon bo'ladi. Ko'p kelinlar meniki haq, meniki to'g'ri deb turishadi. Bu o'zini ota-onasini uyda ko'rgan narsani turmush o'rtog'ining oilasida qo'llamoqchi bo'ladi. Buning uchun odamlar yillab yashaydi. Qaynona bu oilani oila qilib ushlab o'tirgan, bu xonadonni xonadon qilib o'tirgan bu qaynona bo'ladi-da. Lekin qaynonaga kelib ertaga kechagina o'zini farzandidan kichkina qiz kelib nimadir o'zini hukmini o'tkazmoqchi bo'lsa, bu noto'g'ri. Mana bilasizmi, bir paytda kelinlarni aytadiki, gap qaytaryapsan deyshadi-da. Lekin bir xil aytadiki, men gap qaytarmayman, o'zimning fikrimni aytyapman, o'zimning fikrimni aytishga haqqim bor-ku deyshadi. O'zining fikrini aytish bilan gap qaytarishi farqini ajratib beraman men sizga. Gap qaytarish qaynona nimadir aytayotganda, yo'q, unaqa emas edi, men bunaqa edi, o'zim men bunaqa qilmoqchi edim, men ham haqqim bormi deb gapirilgan gaplarning orasi bu gap qaytarishga kiradi. Lekin o'zining fikrini aytayotgan bo'lsa, xo'p bo'ladi deb o'sha paytda jim turib, vaziyat ozgina pastga tushgandan keyin ana o'sha to'lqin joy sokinlik darajasiga yetgandan keyin, "Oyjon, men boya o'zim men bu gapni aytmoqchi edim. Siz ozgina cho'mmovchilik bo'ldingiz yoki men o'zim men bu ishni qilmoqchi edim, lekin sizga men boshqacha tushuntirib bera oldim. Men xohlagandagi narsani sizga tushuntirib bera olmadim. Bu men xatoim o'tdi" deb haligi ayolga, qaynonaga to'g'ri tushuntirib bersa, ana bu o'zining fikrini aytish bo'ladi-da. Yonayotgan olovning ustiga kerosin sepish bu o'sha alangaga olib keladi. Lekin suv sepib, haligi olovni o'chirib, o'sha tutun chiqishni boshlab, ana joy-joyga tushganda kirib gapirish, bu o'zining fikrini aytish bo'ladi. Shuning uchun men o'zimning fikrimni aytmayman emas, qachon qayerda gapirishni bilish kerak. Keyin har doim aytamanki, kelinlarga agar siz bugun paytda o'zingizning fikringizni aytmoqchimisiz, u fikringizni aytganingizdan keyin sizning qalbingiz og'riydimi yo'qmi bilishingiz kerak. Agar sizning qalbingiz og'riydigan bo'lsa, uni ketidan siz aziyat chekadigan bo'lsangiz, o'zingiz fikringizni aytmay qo'ya qolayman. Chunki katta ota-onaning o'rni bor. Bizni kimning o'rni qattaligini bilishimiz kerak bo'ladi. Nimaga biz har doim aytamiz, ota-onaga qilinsin. Chunki Alloh tomonidan berilgan kitobda ham ota-onangga qilgin deyilgan, farzandga qilingan demagan. Chunki yaratgan o'zi mehri pastga oqimini qilib qo'yganda, mehr pastga qarab oqadi. Siz farzandingiz so'ramasa shundoq ham kiyim olib berasiz, so'ramasa shundoq ham tayyorlaysiz. Lekin shuning uchun buyurilganki, ota-onangga qilingan degan. Ota-onang degani bu qaynona, qaynota ham ota-ona. Sizni ota-onangiz ota-ona, lekin turmush o'rtog'ingiz ota-onasi ota-ona emasmi? Ular ham og'ir bilan qiyinchilikdan o'sha yigitni parvarishlab, ehtiyotlab, katta qilib, sizga bugun yaxshi insonni turmush o'rtoq qilib berishgan. Yana shunday erkaklar bor, ayrim bir erkaklar turmush o'rtog'ini ota-onasi bilan shunaqangi yaqin, shunaqangi o'z ota-onasida yaxshi muomala qilishadi, lekin ayrim bir erkaklar bor, chegara saqlashadi. Yo'q, ey, oying, dadang deb gapirishadi. Oyjonim, dadajonim deyishmaydi. Shunday o'rtalarida chegara saqlashadi. Nima sababdan deb o'ylaysiz? O'zi men o'ylashim bo'yicha bu meni fikrim. Bu meni fikrim. Erkak kishi kuyov to'g'rirog'i kuyov, qaynona qaynotaga nisbatan orada ozgina bo'lsa ham subordinatsiya bo'lishi kerak. Chegara bo'lishi kerak. Chunki u uyda yashalmagandan keyin borganda kuyovning hurmatini qilish kerak-da. Kuyov o'g'il emas aslida. Lekin kelin u xonadonni ichida yashagandan keyin u oila a'zosiga kiradi-da, lekin bu oila a'zosiga kirmaydi. Kuyovning oilasi u boshqa narsa. O'shaning uchun oyjon, adajon deyishi juda majburiy emas-ku, lekin oying, adang bu noto'g'ri gap. Lekin oyim, adam deb gapirish bu ota-onaga nisbatan hurmatni ko'rsatadi. Lekin oyim, adam deb hurmat qilib gapirishi bu ertalabdan kechgacha qaynona qaynotaning uyiga kelib o'tirishi bu kuyovning noto'g'ri narsasi deb o'ylayman. Chunki kuyovning baribir o'zining hurmati bor. Chunki kuyovni qancha darajada hurmati bo'ladigan bo'lsa, shunchalik hurmatli va aziz bo'ladi. Kechirasiz, har qanaqa holatda ham kirib kelaverishi bu har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Yana bilmadim. Qancha chegara bo'lsa, shuncha qadrli bo'ladi demak. Shunaqa. Shunday qizlar ham bor. Hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi. Mahrga kelik so'rashyapti. Bunga fikringiz qanaqa?
ham kulgili, ham achinarli holat. Nimaga? Chunki o'zi so'raladi, mahrga nima sovg'a qiling deb aytiladi. Lekin kimga turmushga chiqayotganini qizlarimiz baribir biladi-da, qaysi xonadonga, kimning xonadoniga ketayotganini bilishadi. Agar u qiz mahrga gelik so'raydigan bo'lsa, xuddi gelik o'rnini bosadigan darajada kelin bo'lishga loyiqmi, yo'qmi? Shuning uchun o'zi yosh bolaga o'xshab berilayotgan savol bu kulgili haqiqatan. Lekin shu gelikka loyiqmanmi degan savolni ham berish kerak-da aslida. Inson o'zi aslida shunaqa narsaki, nimadir bersizgina nimadir olasizda. Bu pul darajasigacha o'lchaydigan bo'ladigan bo'lsa, pul bizada просто vosita hisoblanadi-da. Shu to'yingizga kerak bo'lgan narsani olishingiz, o'zingizga ehtiyojingizga kerak bo'ladigan narsalar-da. Lekin afsuski baxt pulda emas, baxt boylikda emas, baxt mashinada emas. Bizda mashinam bo'lsa, yo gelik olsam yoki nimadir uy olsam, baxtli bo'laman deb o'ylaymiz. Achinarli holat mana shunda. Siz bugun gelik oldingiz, lekin turmush o'rtog'ingiz, qayningiz tomonidan doim xo'rlanasiz. Sizga bu baxtmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu haqiqatan ham achinarli va kulgili holat. Odam nimaga loyiqligini o'zi biladi. To'g'ri, eng yaxshi narsaga loyiqsiz, eng baxtli bo'lishga haqlisiz. Lekin aslida o'zingizni baxtingizni ehtiyoj uchun almashtirib qo'yish kerak emas. Bu gelik, bu mashina, bu har bir narsa bizning bugungi kundagi ehtiyojimiz. Ehtiyoji deb o'zingizni baxtingizni nimadaligini anglab olishingiz kerak bo'ladi. Afsuski shu ehtiyoj bilan baxt nimadaligini qizlarimizdan ajrata bila olmayotganligida. Baxt bu sizni yaxshi ko'rgan insoningiz yoningizda, siz doim qadrlanishingizda va doim oila a'zolaringiz bilan bir qatorda o'tirishingiz kerak bo'lgan o'rningiz borligida. Keyingi savolim, yosh qizlar, umuman turmushga chiqish arafasidagi qizlar baxt nimaligi, oila nimaligi va nima vazifalari borligi uchun necha yoshdan tayyorgarlikni boshlashlari kerak? Bolalikdan. Aslida bolalikdan. Chunki agar bugungi kunda ona o'zi to'g'ri qiziga o'rnak bo'larsa, ota to'g'ri yo'lda bo'lib, farzandiga o'rnak bo'larsagina, farzand xuddi shu holatda katta bo'ladi. O'shaning uchun 16 yoshga to'lganda, 17 yoshga to'lganda tarbiyalash bu juda kech. O'shaning uchun bolalikdan, bolaligidan tarbiyalashga keladigan bo'lsak, bola bu narsani anglab yetish uchun yillar kerak bo'ladi. Kecha tug'ilgan boladan bugun ko'p narsa siz so'ra olmaysiz. O'shaning uchun farzandni tarbiya qilishda emas, yana aytaman, ota-ona o'zini tarbiya qilishi kerak. Sizda shunday bir tayyorlov bor. Bu nechadir yoshdan nechadir yoshgacha deb o'lchanganmi? Yosh qizlarni oilaga tayyorlov. Yo'q, bu masalan yoshi aniqlanmagan, kimlardir shu to'ydan oldin kelishi, kimdir turmush qurgandan keyin kelishi. Chunki odam bugungi paytda stulni masalan faqat o'tirish uchun deb o'ylashadi, bir xil masalan. Lekin undan siz boshqa narsada foydalanishingiz mumkinligi. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa kimdir turmush qurgandan keyin o'zini xatosini qayta ketayotganini o'rganishga yoki bir xil paytda ona ertadan kechga ishda, lekin qiziga kerak narsani mana bir xil paytda bo'ladiki, qizi bola bilan ona bir-biri bilan gaplashganda er xotin orasidagi munosabatlarni gaplashisha olmaydi-da. Chunki meni yo'nalishim bo'yicha men shu oila psixologiyasida o'qigan paytimda undan tashqari men seksologiyani ham o'qiganman. Men uni nimaga o'qishimning sababi oilada er xotin bir-birini tushunmasligida. Buni ota o'tirib o'g'liga, ona o'tirib qiziga tushuntirmaydi. Shuni oqibatida juda ko'p kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Chunki bu narsani ham bilim darajasida bilish kerak. Ana o'sha narsalarni o'zimni tayyorlov ishlarimda, konsultatsiyalarimda yoritib tushuntirib beraman. Doim ko'chada ovqatlanib yuradigan erkak, ya'ni ko'chada tanovul qilib, har xil kafelarda, restoranlarda ovqatlanib yuradigan erkak uyida ovqatlanmasligi qanchalik to'g'ri? Bilasizmi, birinchidan erkak kishi uyda ovqatlanishi kerak deb o'ylayman.
99% uyda ovqatlanish kerak deb bilaman. Sababi nimaga? Qilib kelayotgan ro'zg'oridan tayyorlanayotgan noz ne'mat. Bu birinchi o'rinda, chunki o'zini mehnatini qadri ham bo'ladi. Ikkinchi o'rinda masalan stolda har bir insonni o'zini o'tiradigan stuli bo'ladi-da. Erkak kishini o'rni bo'lishi kerak. Chunki oldingi paytda onalarimiz, otalarimiz uchun bir kosa ovqat olib qo'yilgan. Chunki u erkak kishini o'zini o'rni bo'lgan. Afsuski hozirgi paytda uyda erkak kishini o'zini o'rni yo'qolib qolyapti. Mana bu juda ham achinarli holatda. Men aytamanki, bir paytda men ko'chada o'rtoqlaringiz bilan o'tirishingiz bo'ladimi, choyxonangiz bo'ladimi, uyga kelib ovqat suziladigan paytida albatta kelib o'zingizni o'rningizda o'tiring. Siz ertaga yo'q bo'lganingizda o'sha stulingiz bo'shligini, sizni o'rningiz bor yo'qligini farzandlaringiz his qilsin deyman. Bir xil oilada farzandlarini, ayolini stuli bor, o'rni bor, lekin erkak kishi kelib o'tiraman deganda stulini o'rni yo'q. Bu oilada agar erkak kishini stulini o'rni yo'qmi, demak umuman olganda oilada erkakka o'rni yo'qligidan dalolat beradi. Shuning uchun erkak kishi men ko'chada o'tirishi bo'lishidan qat'iy nazar ovqatlanadigan paytida oilasi bilan kelib 5 minut bo'lsa ham o'tirib o'zini o'rniga ega bo'lib ketsagina ertaga shu oilada haqiqatan ham shu erkak kishining borligi, o'rni umuman agar oilada erkakka o'rni bo'lsa, jamiyatda ham o'rni bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi o'zini hurmat qilsa, albatta oilada o'zini o'rnini topib ketish kerak bo'ladi. Mira opa, sizga juda ham katta rahmat. Juda ham bir ajoyib va foydali maslahatlar uchun va bugungi suhbat uchun. Sizga ham rahmat. Xush kelibsiz.